Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Sizlar bilan yana Vayro YouTube kanali. Bugun biz event yo'q, hech qanaqa zadaniyalar yo'q. Shuning uchun bekorchilikdan konteyner ochgani boramiz. Odam zerikib to'g'risi eventlar yo'q bo'lib ketganligi uchun hozir o'yinda o'ynashdan ham maqsad qolmadi. Shuning uchun kirgim kelmay ham qoldi o'yinga. Event kelguncha albatta kirgim kelmayapti. Hozir bir zerikishdan konteyner ochib ko'ray dedim, tavakkal qanaqa mashina tushar ekan degan maqsadda hop konteynerda belgilab oldik. Borib olamiz endi. Hop kelib oldik, chekarog'ga qo'yib turamiz, birovlarga xalaqit bermasin. Masalan bu vertolyotni ko'rib odamlar jalb tashyapti, o'ldiryapti, unday qilyapti deb, lekin shu paytgacha hech kimni o'ldirganim yo'q. Xo'p, borib olamiz. Necha minut qoldi desam, o'sha sekundlar qolibdi konteyner tushishiga. Hop, Dubai Sport Silver Dubayda ochishga edi, короче. Hop, birinchi o'rniga tushadigan ham Dubai bo'lishi kerak. Dubai, mana Dubai. 1,5 million so'm ekan, 50 million ustiga qo'yib shundan tikamiz. Bu brat tikmoqchimi deyman pul. Tiksa tikaverar, biz boshqasini olamiz bo'lmasam, agar tikmasa bo'ladi, o'shani ochamiz birinchisini. Tiksa bu yerdan boshqasini olamiz. Bu hammasi 1,5 million so'm ekan, bizda 1,300 qoldi. Itagano brat pul tikdi, biz bu yoqqa 1,5 million, 1,150 uramiz. Endi bu yoqqa kelyapti. Buni ham egallaysizmi brat? Mayli, bag'rimiz keng. Biz ketdik nargisiga. Hammasini ochmoqchimi deyman. Odamlarda ham pul ko'p, biz yuribmiz-da bo'lmishga o'xshab. Hop, bunga uraylikchi stavkani. Atak bunga ham kelib oldi-yu, mayli, keyingiga uramiz. Ochiq ko'z odam ekan-da, o'zi ham 3 ta konteynerni ham ochaman deyapti. Hatiya, shuni men uray. Bo'ldi. Stavkani qaytargan. Endi buni ochaman men. Buni endi dakansa ochaman. Xafa bo'lish yo'q. 2 million tikkan ekan, 2 million 50 tikdim, yana qaytib kelyapti bu jigar. Hozir yana qaytadan tiksa kerak. Qaytib keldi pul. 2 million 100 tikibdi, 2 million 150 tikdim. Bo'ldi, qaytmadi. Endi ochiladigan vaqtni kutamiz. Hop, mana o'rtoqlar, sanoqli soniyalar qoldi. 2 million 150 ming so'mga konteyner ochyapman. Ichidan nima chiqadi? O'zimga ham qiziq. Qanaqadir mashina chiqdi. Aksessuar tushmaganiga ham shukr. Ko'rib bo'lmadi. Nima belgisi bor ekan? Mazdami deyman. Salonda ko'rganman-da juda bu mashinani. Ko'z narxi kam bo'lmasa bo'ldi. Hop, ketdik, stankadan ko'ramiz. Konteyner eshigiga tiqilib qoldi-yu. Bo'ldi, konteyner yo'q bo'ldi. Stankani belgilaymiz. Arzamas avtoturargoh. Ketdi. Hop, kelib oldi mana. Endi mashinani ko'ramiz. Mazda 6. Aytdim, taxmin bilan aytdim Mazda deb. Salonda ko'rgandim-da buni. Ko'rsilik narxi
1 millionmidi, 1,5 millionmidi? Mana Aniq esimda yo'q. 2 million so'm ekan. Demak, bitta hozir hech kim olmaydi. Salon mashina bo'lgani uchun. Bo'ldi, obuna bo'lib qo'yaveringlar. Endi videoni yakunlaymiz shu joyda. Hammaga omad.